12 muqami Parlaq Junqa madaniyat xazinesidagi bebaho go'har. Emgekcan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farostining jabhiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini musiqa tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining musiqa, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq musiqa asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq musiqa madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqamlarining tarixi uzun, orqa ko'rinishi keng va cho'ng. Muqamlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan dastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq musiqasi. Bu ketim asliga vorislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi. Kaşın körgeç ne tük, aylanmayın kim Kıbligandır Ayağınla ne tük, baş vurmayın kim Baş vurmayın kim secdegâydır Lebin istebmedin canber Vermeyin abi hayat andin Yüzü körgeç nefsik küz Kız atmayın ol ber Açmayın ol ber Bedremayındır Yüzün hasret sabretme O tüz elbet düşkenden Emez halıyla boşkan Merdemi çeşmi Merdemi çeşmi Çeşmi seyahimdir Yüzün hecret Otuz elber düşkendek
Emez halı yapışkan merdumi çeşmi, merdumi çeşmi. Çeşmi siyahimdir. Yüzüne gayriden asrar Gün aldedin abi Abretut kandar Saçın ilmez yüzün Etrafı hüzner Dudağımdır Vayrakı Bers rahat gamze-i çeşmim Uni berhem urarga kirpegen khayli Kirpegen khayli Hayli spayimdir Aya derdim Vay derdime Sırgıp düşüratkan süzüp sular Sizge acayip ta'sirli qissa bayonlarni so'zlab berdi Ajdodlar halol tarlari tapchirishining hosilati bo'lgan bu buloq suyining shildirlashlaridan otash qalblardan urg'agan muqam sadosi qo'shilsa sizning nozik his tuyg'ularingiz qo'zg'alib o'tmishiniz, hoziriniz, shundaqla kelgusiniz haqida cho'nqur o'yga cho'mishiniz va shu xil fikr yong'ini turtqisida butun vujudingiz larzaga kelishi mumkin. Sen
Taza kuch quvvatga to'layotgan 3 o'g'li bor edi. Bu 3 o'g'ilning yigitlik shijoati taza voyaga yetgan mezgillarida boy ularni hunar kasb o'rganish safariga otlantirdi. O'g'il bolaga 70 xil hunarni ozlik qilur degan hikmatga cho'nqur ishongan boy o'g'illarga Xudodan afv tilab uzuq qildi. xosiyetlik safari ana shundoq boshlandi. We
Görmeniyene yanımda yok niyazey Sevmesen fermanıdır menden asa Canı sarım sen de seni Kendisine canı sarım sen de seni Vay kim olmaz Hadi o benim gelmeyene Vay kim aram can ya Can zalim sen Vay kim aram can ya Can zalim sen Oğullar şundaq qilib o'zlari yaxshi ko'rgan avam xalqqa, yurt mahallaga foydasi tegadigan hunar kasblarni maqomiga yetkazib o'rganish uchun ona yurtidan ayrilib taraf-tarafga yo'l oldi.
Thank you.
çoğun oğul daryolar geçip, tağlar eşip, nurg'un mushaqqatlik safarni boshdan kechirib, oxiri bayot ahlining yurtiga keldi va bayotlar bilan uchrashdi. Yurikiga bayotlarning bebaho angushtiri bo'lgan bayot naqshi kuy va usullaridan rangdor naqshlar edi.
el yurt kezib, en katta engişler sahibini tapdı ve yurt, ölümü, muhteberlerinin tarihini, şan şöhretini yezip kaldırdılar. Kitap dasturlarını tuzib, tarixi taxtaylarga, teri rəxlərə xət yezish avariçiligidan qutuldular. İlim ahlileri üçün savaxxana içib, ilim herismenlerinin qalbini ma'rifat nuri bilan yoğurt qilib bo'ladigan xosiyatlik angishtar qog'oz yasashni o'rgandi. Oğul el yurt gezib, tibavet ilmi sahasidagi en üstü hakim tevhidlarni izlab topdi. Tibavet ilmiga ishtiyaq bog'lab, ijtihod bilan o'rganishga kirishdi. Tevhid o'limalardan modatul hayot, davoiy mushkil o'rnini yasashni o'rgandi. Bizler için himmet kemer bağlıgan, Hürrem nasinelerin bağlıgan. Kemidi dep yolu harap sarlıgan, Şayıksı atamda sallandı gelsin. Kemidi dep yolu harap sarlıgan,
Bayatlanın küy muqam sehridim alem cumul oziq oldi ve ikki yurt mehri muhabbetini bir-biriga mahkam bog'lug'uchi muqam vorislarni boshlab ona yurt tuprog'iga qadam bosdi. Oğullar özlerinin aql parasti, mehnat ve ecri orqali bir-biridan qimmatlik bebaho angishtarlarni izlab tepib, yurtiga orqa-orqadan qaytib keldi. Boyning oğullardan kutgan ömürlik armani oxiri visol topdi. Çeşmesi yayındır. Yüzüne gayriden asrar Gün aldı dün abi Abri tut kandar Saçın ilmez yüzün Etrafı hüzren Dudağımdır Vay rakip Nereden kendimi yok Berisi rahat Gamze-i çeşmim
Uni berhem urarga kirpegen hayli kirpegen hayli hayli spayimdur aya derdim vay derdime Uyghur 12 muqami Xarlaq Junqa madaniyat xazinesidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyghur xalqining aql farosatining jabhiri. Uyghur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyghur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik ve turmuş muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining musiqa, badiiy adabiyot ve usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq musiqa asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq musiqa madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyghur muqamlarının tarihi uzun, arx ko'rinishimi keng va cho'ng. Muqamlar Uyghur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyghur xalqining nurg'unlagan dastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq musiqasi. Bu ketim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topdi. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi.
Kaşın körgeç ne tür aylanmayın kim Kıbligandır Ayağından ötük baş vurmayın kim Baş vurmayın kim Secdegandır Lebin istebnedin canber Vermeyin abi hayat andin Yüzü körgeç nefsik kız Kız açmayın ol ber Açmayın ol ber Bedremayındır Yüzün hasret sabır etmey O tüz elbet düşkenden Emez halıyla boşkan Merdemi çeşmi Merdemi çeşmi Çeşmi seyahindir Yüzün hasret Otuz enber tüşkendek Emez halı yapışkan Merdemi çeşmi Merdemi çeşmi Bulaqdan sırgıp düşüratkan süzüp sular Sizge acayip ta'sirli qissa bayonlarni so'zlab berdi. Ajdodlar halol tarlari tapchirishining hosilati bo'lgan bu buloq suyining shildimashlaridan otash qalblardan urg'agan muqam sadosi qo'shilsa sizning nozik his tuyg'ularingiz qo'zg'alib o'tmishingiz hoziringiz shundaqla kelgusiniz haqida cho'nqur o'yga cho'mishimiz va shu xil fikr yong'ini turtqisida butkul vujudingiz larzaga kelishi mumkin.